Qurilish sohasida bilishingiz kerak bo'lgan 3 ta muhim narsa. Birinchisi bu fundament. Ya'ni fundament qanchalik mustahkam bo'lsa, u sizga uyingiz uzoq yillar, hattoki chevara, ivaralaringizga ham xizmat qilishini kafolatlaydi. Ikkinchisi bu juda ham ko'pchilik e'tibor bermaydigan izolyatsiya qismi. Bu sizni nafaqat tashqaridagi issiq sovuqdan, balki tashqaridagi ortiqcha shovqinlardan ham asraydi. Va uchinchisi bu eng muhim qismi, ya'ni uyga kirganingizda ko'zingizni quvnatadigan narsa, bu albatta pardoz. Pardoz uchun esa birinchi navbatda sifatli gipsokarton kerak bo'ladi va men sizga Optimus gipsokartonlarini tavsiya qilaman. Optimus gipsokartonlari bu juda ham egiluvchan, elastik va shu bilan birgalikda mustahkam. Va oysimon chetlari bu gipsokartonlarning yorilib ketmasligini kafolatlaydi va ustki qog'ozlari ham bular sifatli bo'yoqlarni sizga aytgan rangingizda sifatli chiqarib berishini kafolatlaydi. Eng muhimi, butun O'zbekiston bo'ylab savdo tizimiga ega. Butun O'zbekiston bo'ylab buyurtma berish uchun ekrandagi raqamlar bilan bog'laning. Optimus sizga sifatli gipsokartonlarni tavsiya etadi.